Yana bitta misol, современный misol. Oldingizda ikkita futbolist turibdi. Ikkalasi ham futbolist. Endi ikkalasini bir xil atayotganligimiz, ikkalasini sifatlari ham bir xil bo'ladi deganimi? Bittasi 18-17 kelgan, endi to'p tepishni o'rganar ekan, rayonni komandasida o'ynar ekan, lyubitel futbolist. Ikkinchisi Misr hujumchisi. Haliga usul qoidasini aytib beringlar dedim, bittalar aytib bera olmadinglar. Ko'rdinglarmi qaysi usulda kuchlisizlar? Endi sizlar mana shu mo'tabar kitoblarda o'qigan domlalarda bular hujjatga ergashmaydi, bular hech narsani bilmaydi ekan paytinglarda insofli. To'g'ri, bular Salohni bilmaydi bular, lekin akalar kitob o'qigan bular. Bittasi Misr hujumchisi kim? Muhammad Saloh. Ikkalasining ham nomi futbolist. Bir xil deganimi bu? Demak, Javrob bilan paypoq bir xil ekan. Yana qanaqa misol kerak birodarlar? Javrob so'zini tarjima qilganlar uni paypoq deb qo'yishgan bo'lsa, nima endi biz kiyayotgan naski paypog'imiz ham javrob bo'lib qoladi?